Mani chaynab maza qilyapsizmi? Tishlaringizni qichirib qolyaptimi? Chayn o'rayapsiz. Sizlarni kommentariyaga yozgan fikringlar bilan, chiqargan videolar bilan primadonna Yulduz Usmonova sizlardan kechirim so'radi. Mabodo noto'g'ri dinni ortgan bo'lsam, kechirim so'rab qolaman. O'ylab dunyoda birov dinni ortish niyatim yo'q. Bu hammasi emas. Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i, admini, prodyuseri Mansur Xo'jaga ham bo'lgan holat uchun ochiqlik kiritdi. Nima haqda gapirganini biz fakt bilan aytayotgan narsa bu inson, ajramagan. Nima bo'lganda ham ajrashmagan degan maqsadda gapirilgan gap. Albatta aziz yurtdoshlar, hozir video davomida o'zingiz batafsil tomosha qilasiz. Sizlardan yagona iltimosim, aytganimdek sizlarning fikringiz to'g'ridan-to'g'ri o'ziga yetib borayotganligi uchun ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozing. Va agar malol kelmasa, bitta dona chiroyli like bosib qo'yasiz degan umidda videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz UzMax kanaldasiz. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'ying va kommentariya qismiga o'z izohingizni yozishni unutmang. Malol kelmasa ushbu videomizga bir dona like bosib qo'ying, chunki siz bosgan like muhim ahamiyatga egadir. Xo'p, bitta men qoppan Yulduz Usmonovani gapirmagan, men ham gapirib o'tay. Aslida Yulduz xonim Usmonova haqiqatni gapirgan, lekin emotsiyaga berilganligi sabab xalqimizga yetkazishni bilmagan. Aziz vatandoshlar, bu haqida barcha blogerlar va oddiy insonlar ham o'z fikrlarini, o'z fikr mulohazalarini video orqali Yulduz xonim Usmonovaga atvet sifatida joylashdi va ushbu atvetda shuni aytishlariga qaraganda bizdan kechirim so'rang Yulduz xonim Usmonova deya atvet videolarini joylab borishdi. Sizlarga ushbu narsani ko'p gapirmasdan qo'yib bersam, marhamat. Eridan ajrashgan ayol unitazga o'xshaykan, hamma kelib siyib ketaverar ekan. Ashto bu gapni tilini ikki qarich qilib aytadigan ba'zi bir ziyoli insonlar o'zini oila a'zolariga, o'zini istoriyasiga, o'zini yaqasini bitta hidlasa yaxshi bo'lardi. Chunki eridan ular bir marta ajrashgan, ikkinchi marta bu xatoni qilishni xohlamagandir, ko'ngli qolgandir, lekin nima deydi uni aliment olish uchun, farzandini ko'paytirish uchun, o'zini hayotini PRga ishlash uchun 4 marta erdan ajrashib qayta qilmaydi. Har bittasidan ikkitadan bacha tug'ib, hamma yoqqa raddomda har yili bitta tug'aydigan qiz degan nomni olmaydi. Yoki bo'lmasa o'zidan 15 yosh kichkinani tipa ahronaday qilib, bu meni erim, bu meni sultonim demaydi. Ba'zi birlarga savol Ajragan qizlar hormanglar, baxtiyormisizlar? Men qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar men bir qoshiq qonimdan kechiring. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Не надо любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa Mendan xafa bo'lmanglar, men ham o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Menimcha bu video intervyuni ko'p kishi ko'rdi, ko'pchilik blogerlar chiqib o'zlarining fikrlarini aytdilar. Bu videoda bitta gap to'g'ri aytilgan. Eridan ajrashgan ayolga hamma kelib yopishaveradi, unitazga o'xshaydi, tipa shunaqa gap. Buni ma'nosini ko'p kishi tushunmadi, может быть, meni ham gaplarimni ko'p kishi tushunmaydi, xafa bo'lishi mumkin, lekin baribir aytaman. Hech qaysi erkak ajrashgan ayolga seryozni qaramaydi. Bu narsa erkaklarning krugiga ham gapiriladi. Tipa u eridan ajrashgan, bu bilan bemalol любой ishingni qilishing mumkin. Bu videoda Yulduz Usmonova aytayaptiki, kerak emas, ishonmanglar, o'zlaringizni sevinglar, цените себя, любите себя deyaptilar. Bu degani ko'p ajrashgan xotinlar, ayollar ishonadilar, tipa, "Ammo u bilan yursam, qolgan ishlarni qilsam ham, u bilan yashasam ham, u menga qachondir uylanadi." Va men даже shunaqasini eshitganmanki, что yigitlar krugda bir-biriga ajrashgan ayollarni tavsiya qiladilar, tipa, "Ana bu zo'r, ana buni tam unaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi." To есть men bu videoda mana shu gapni eshitdim va mana shu smyslni yetkazib bilmaganlarni eshitdim. Blogerlar chiqqan, gapirgan, ajrashgan ayolni musur dedilar, unitazga o'xshaysizlar dedi, tuda-suda. Bu
Har kim o'ziga kerak narsani, kerakli informatsiyani qabul qiladi. Va bu videoga bitta gapga qo'shilmayman, to'shto xotin kishi hamma narsani qilib, oilasini saqlashi kerak. Bu narsa faqatgina xotin kishining qo'lida emas, bu narsa xotin ikki kishini qo'lida bo'ladi. Shuning uchun hozirgi situatsiyani blogerlar chiqib, boshqa tarafga o'girib, tipa Yulduz Usmonova ajrashgan ayollarni yomon dedi, unitaz dedi, unaqa dedi, bunaqa dedi degan ma'noni ovoza qilmanglar, ishonmanglar. Lekin eridan ajrashib, karyera qilib, o'zini sevib, o'zini bolasiga berib, yaxshi hayot qilgan, ilaji yaxshi ikkinchi oila qurganlarni ham bilaman. Bu videomda hech kimni men yomon demoqchi emasman, ajrashgan ayollar yomon demoqchi emasman. Prosta bu videoni bukvalno sizlar boshqa xil tushunib, pashshadan fil yasash ma'nosida qilyapsizlar. Yulduz opani intervyularini eshitdim. O'sha intervyuga nisbatan gapirilgan har kimning fikrini ham eshitib chiqdim. Hammaniki bir xil chiqqan. Dedim. Bu yerda men netomanmi yo odamlar neto tushunib. Bir kishi ikki kishi shunaqa o'ylagan desam ham mayli derdim. Yo'q, ya'ni pashti hamma bitta fikrda. Lekin men u videoni ko'rganimda menga unaqa fikr paydo bo'lmadi-da, eng qizig'i. Yana bitta narsaga amin bo'ldimki, talpani orqasidan qilib ketadigan odam emas ekanman. Bo'lmasam hozir yolg'ondan bo'lsa ham ko'pchilik shunaqa deyapti-ku, men ham shunaqa deb gapirib chiqaman desam bo'lardi, lekin yo'q, baribir ham o'zim birinchi miyamga kelgan fikrimni sizlarga aytmoqchiman. Hali odamlarning fikrini eshitmasdan turib, u videoni birinchi ko'rgandim men bir necha kunlardir oldin. Miyamga kelgan narsa ayollarni unitazga o'xshatyapti, tipa kamsitish nimadir kelmadi, ya'ni. Balki men noto'g'ri tushungandirman, bilmadim. Men anaqa deb tushundim, tipa. O'zinglarni qadringlarni bilinglar. Gryaz erkaklarga u gryazny желаниясini sizlarga to'kishga допускать qilmanglar. Tipa, o'zinglar ham bilasizlar-ku, ajrashgan bo'lsa agar o'girda atrofingizda erkaklar paydo bo'ladi. 100 tadan 99 tasini niyati sizni itarish bo'ladi, ya'ni addushi yordam deb savob uchun Alloh yo'lida nimadir bo'lmaydi, ya'ni. Даже если sizga qanaqadir yordam cho'zgan taqdirda ham orqasida sizni itarish turadi-da, ya'ni. Hech nima qarshiliksiz qiladigan erkak juda ham kamdan kam. Meni miyamga shu narsa keldi. Shuni gapiryapti deb tushundim men. Unitaz degani, unitaz bu shunaqa tam olarak unitaz emas, shunaqa narsaki, что gryazny narsalarni to'kiladigan joy-ku, unitaz deyiladi-ku. Ani erkaklarni gryazny, sassiq fikrini, sassiq желаниясini sizlarni ichinglarga to'kishiga ruxsat bermanglar. O'zinglarning qadringlarni bilinglar deb tipa, ya'ni achitib, как nasihatmi, не знаю, mana shunaqa qilib gapiryapti deb o'yladim. Yana tag'inam bilmadim. Keyin nimani aytaman deb esimdan chiqib qolibdi. Kecha Yulduz Usmonovani gapirgan videomga bir ikkilar svязga chiqib, menga ugroza qilib qo'yib, ugroza qilmoqchi bo'lyapsizlar. O'tmaydi. O'tmaydi. Men aytayapman. Hech biringa o'tmaydi. Haqiqat achchiq bo'ladi. Yulduz gapirdim, unga yarasha yana gapirish kerak. Kimligingni olib chiqib qo'yardim-ku, arzimaysan prosta. Men adresimni tashab berdim. Kecha kelaman deb ko'rishamiz deb ko'rishib ola olmading. Moskvada ekansan. Shunaqa shilviratib boraman, o'yin qilma. O'yin qilma. Haqiqat achchiq bo'ladi. Qolgan qizlar unitaz degan bo'lsa, Yulduzda qiz 3 marta yerga tegib ajrashgan, shuna unitaz bo'ladimi deb kolodesmi dedim. Unitazdan ham battar 3 marta, Yulduz 8 marta yerga tegib ajrashgan, quvg'inda yurgan vaqtlari dedim. Haqiqatni aytdim. Opayam chiqib haqiqatni aytgandir, o'zini haqiqatini. Kim? Ateist qizdan gapirib chiqdi-ku. Demokratik davlat O'zbekiston ham o'zining fikrini bildirishga haqqi bor. Fikrimni bildirdim, что дальше? Qo'lingdan eshakni sikib kelmaydi, onachangni sikib qo'yaman. Men Moskvadaman, adres va местоположениемni tashab berdim, kvartiralar bo'yicha tashab berdim. Любой время kel, любой. Zang. Keyin Yulduz Usmonovani gapirganimga qo'rqib nimadan qo'rqaman? U ham bitta menga o'xshagan odam. Va otachiligini aytmaganda qo'shiq aytadi, xolos. Qo'shiqni hurmat qilaman Yulduz Usmonovani. Qo'shiqlarni sevib kuzataman. Lekin aytgan gapi noto'g'ri-da. Siyaman deb chichib qo'yibdi-ku. Su yo'q qilib. Ajrashgan xotinlar nechta ko'ngliga ham tegadi demagan. Odam ajrashgan xotinlar nechtasi hammasi ham unitaz emas, o'zini yig'ib olganlari qancha. Prosta noto'g'ri gaplar gapirib qo'yadi, deyapman. Yosh o'tgan sari. Oldiga qarasa, qiz 3 marta yerga tegib ajrashgan. Ajrashganlarni unitaz deyishdan oldin. O'zi necha marta ajrashib, oxiri Mansur topib oldi. Mansur yur deb, kel mana deb. Endi gapirishim evi bilan-da, men endi xalqda dardini aytib chiqamiz. Endi menga ham tegib ketadi, misol uchun gapirgan gaplari. Ajrashganman, beva ayol bo'lsam,
Tompon. Matosh Gandon seni deb bo'ldi. Basharaga qo'tog'im. Yulduzni ham gapirtirib yubording. Gandon Matosh pidaras. Basharaga qo'tog'im achaydamingiz-ki. Gandon Matosh. Dugonam esimga tushib ketadi. Iloyim yangi yilgacha o'lib qolmadi Gandon pidaras. Mashenik ko't. Yulduz Usmonova bizni ya'ni ajrashgan ayollarni unitaz bilan tenglashib turibdilar ekan. Yulduz Usmonova. Мой унитаз чище, чем ваш рот. Mana shu video murojaatim xalq artisti hurmatli Yulduz Usmonovaga. Hurmatli Yulduz Usmonova opamiz, siz ajrashgan ayollarni unitazga o'xshatibsiz. Unitazga o'xshaydi, hamma kelib ishini bajarib ketadi. Opa, sizga bitta savolim bor. Onani ayolni ikki turga ajratyapmizmi biz? Ajrashgan ayol, ajrashmagan ayol. Siz balki ajrashganlarni to'g'ri yo'lga qaytarmoqchi bo'lgandirsiz, lekin bilingki, ularda boshida ota-onasi bor. Ularni qaytaradigan insoni ko'p. Sizni maslahatingizga hech kim bunaqa maslahat beradigan bo'lsa, hech kimni zor yoki kuni qolmagan sizni maslahatingizga. Siz nahotki opajon ajrashgan ayollarni yaxshiroq narsaga o'xshata olmadingizmi? Nahotki shunchalik isqirt iflos joyga o'xshatdingiz ajrashgan ayollarni, o'zbek ayolini shunchalik past joyga o'xshatdingiz. Ular bilasizmi, qanchadan qancha otani, qanchadan qancha onani ko'zini qorasida katta qilgan farzandlari ular. Qanchadan qancha akani, singillari ular. Nahotki shunchalik past joyga o'xshatdingiz, opa? Xatyabi choynik piyolaga o'xshatmaysizmi? Unitazga ham o'xshatasizmi, opa? Shunchalik qarangda, siz xalq tanigan, xalqni eng zo'r artistlaridan birisiz. Sizni shunday qabul qilganmiz biz. Lekin siz xalqni orqangizdan yig'ib, gapirib, orqangizdan ergashtirib, ajrashgan ayollarga ana shunday nazar bilan qarash kerak deganimi bu? Men tushunmadim. Xalq o'shanday fikrlash kerakmi? Ajrashgan ayollarni ko'rganda shunchalik past baholash kerakmi? Ayol qadri degan narsa bor. Mana shu meni bitta iltimosim, mana shu xalqdan, mana shuncha onadan, mana shuncha ayoldan, o'zbek ayolidan uzr so'rab murojaat qilishi. Uzr so'rab chiqing. Siz to'g'ri fikr bergan bo'lsangiz ham ana shu o'xshatgan narsangiz uchun siz uzr so'rab chiqishingiz kerak. Yulduz Usmonovani gaplarini ma'qullab, haqiqat achchiq bo'ladi. Ajrashganlar unaqa Yulduz haq, to'dem deb yozayotganlar, balki opa singil yo'qdir sizlarda. No, oldilaringda qizlaring bor. Qaytib qolishi hech gap emas. Hech kim ajrashmaydi deb katta ketib garantiya bera olmaydi. Даже farzandingizga ham katta keta olmaysiz. Aytishadi-ku, nonni katta tishlasang ham gapni katta gapirma deb. Ajrashish u tamg'a emas. No, prosta haqiqat achchiq bo'ladi. To'dem qilayotganlar boshingizga tushsa, ichinglargacha haqiqat achitib boradi. O'shanda ko'ramiz, achchiq bo'ladi. Yulduz Usmonovani mana shu gapi butun internetda hozir aylanyapti. Rekomendatsiyadan tushmayapti. Ko'pchilik hate yozyapti. Siz kim edingiz o'zi, siz qoluvdingiz, o'sha ajrashgan ayollarni asujdat qilmagan, gapirmagan bittasi qoluvdingiz deyishyapti. Bir tomondan bu opani gaplariga men qo'shilaman. Meni ham mayli hate qilinglar, meni ham meni yomon ko'ringlar, lekin haq gap aytyaptilar. O'zinglarni hurmat qilinglar, ayollar deyaptilar. Unitaz deb nimaga sizlar faqat bitta o'sha unitaz degan gapga yopishib olgansizlar? Dalshi gapni eshitdinglar oxirigacha videoda, to'g'risini aytyapti. Kim ko'ringan bilan yotib keturma, kim ko'ringan bilan gaplashib keturma, o'zingni hurmat qil deyapti. Yulduz opa. Nito gapirayotganlar yo'q. Zato achchiq haqiqat aytyaptilar. Bor gap aytyaptilar. Mana men shaxsan mana shu sohada yurib, menga juda ko'p ajrashgan ayollar mashincha SMS yozishadi, xat yozishadi. Gulmira mana shunaqa. Hop, turmushga chiqdingizmi unga? Hop, gostinitsaga boribsiz, hop, atnosheniya qilibsiz. Oxirida sizga uylandimi? Yo'q, tashab ketdi. Tashab ketishini, sizga uylanmasligini boshidayoq sezdingizmi, bildingizmi? Bildim, lekin gaplashib ko'rdimda, yaxshi ko'rdimda, umid berdimda. 18 yoshar qizni temasini aytishadi. Uylanib ajrashgan ayol. To'ys ayollar o'zinglarni hurmat qilmasanglar, o'zinglarni noqayotganini yig'ishtirib olmasanglar, Yulduz opaga o'xshagan gaplarni hali juda ko'pini eshitasizlar. Bunaqa gaplarni ko'piga hali chidashinglarga to'g'ri keladi. Bu yerda Yulduz opani yonini olmayapman, lekin haqiqatni aytyapti.
ayollar kim ko'ringan bilan ajrashgandan keyin gaplashib ketaverilmaydi. Bo'ldi, men endi boshim ochiq ekan deb yurib ketilmaydi. Yoki xotini bor, oilali erkakga mamnaqani tipa bitta omin nevaziga borib ikkinchi ayol bo'vermaydi unaqa. Oilani ichiga tiqilmaydi. O'zinglarni hurmat qilishinglar kerak rostdan. Bu fikrimga sizlar nima deysizlar, nima demaysizlar, menga farqi yo'q. Prosta o'zinglarni tan olib, mana shu kommentariyaga qo'shilaman deb yozib ketsanglar ham bo'ladi. Bu holat yuzasidan Yulduz Usmonova kuni kecha konsertga tayyorlanayotgan paytida kechirim so'rab murojaat qildi. Mabodo noto'g'ri dilni og'ritgan bo'lsam, kechirim so'rab qolaman. O'ylar dunyoda birov dilni og'ritish niyatim yo'q. Fikrimni aytdim. Gapirayotganda emotsiya berilib ketib qoladigan bitta kasalim bor meni ham. Ana qilaman. A то, что вот я никто в жизни, men hech kim emasman. O'zimdan so'rasangiz. Men ishimni qilib yurgan bir devonai darvesh dedi. Devonai darveshman. Мое мнение это мое мнение. Я сказала свою точку зрения. Кто не согласен, просто возьмите и выкинете, и нет проблем. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol, boq bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol, qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Bu hammasi ham emas, aytganimdek Yulduz Usmonovaning admini, turmush o'rtog'i, prodyuseri, doim yonida yuruvchi охранник desa ham bo'ladi. O'sha inson ham bu holat yuzasidan ikki og'iz fikr bildirdi. Nima haqda gapirganini biz fakt bilan aytayotgan narsa bu inson, ajramagan. Nima bo'lganda ham ajrashmagan degan maqsadda gapirilgan gap. U sizlarga taalluqli emas. Kimga bidir gapirayotganlar ularga taalluqli bo'lishi mumkin. Bittasi chiqib turib oshqovoqni kesib bir bola, oshqovoq kesgancha oshqovoqni urug'ini olib turib miyangga solib qo'y. Balki ishlab ketar. Farosating yo'q deb, farosat bo'lsa, bir fikr qilishlaring bo'lsa, odamlar fikr qiladiganlar zo'rlar bor. Chiqyapti, gapiryapti. Qayerdan qayerga temani olib ketishdi. Mayli, ajralmalaring. Ichik ajralib qolsalar, ya'ni bu haqiqatan xotin yo'q, er yo'q odamga nima qiladi? Hamma sakraydi. Yoniga borib gap otadi. Shu gap maqsadda aytilgan narsa. Bu turibdi o'ziga yopishtirib olmagan. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videoda ko'rishgunga davr sog' bo'ling, omon bo'ling. Va o'ylaymanki, ushbu videoyimizga like bosib, obuna bo'lganingiz uchun kattakon tashakkur bildirib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.